Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Assalomu alaykum azizlar. Efirda Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Men Nikolay Pastuxov va yonimda Inoyat kalomi jamoat cho'poni Aleksey Kalamitsev. Aleksey aka, qanday qilib to'g'ri tavba qilish mumkin va qanchalik ko'p tavba qilish kerak? Tavba qilish deganda nimani nazarda tutayotganliklariga bog'liq. Tavba eng avvalo axloqiy masalalarda o'z ichki qarashlarini o'zgartirishdir. Albatta, bu yerda eng muhim narsa Xudoga bo'lgan munosabatdir. Bu muqaddas, mukammal, mutlaq hukmdor, osmon va yerning yaratuvchisi oldida o'z holatini tushunishdir. Muqaddas kitob, Xudo muqaddas, inson esa gunohkor ekanligini aytadi. Ammo buni hamma ham tan olmaydi. Odamlar o'zlarini mukammal deb o'ylashadi. Ular hayotda yo'l qo'ygan ba'zi xatolar haqida gapirishlari mumkin. Ammo Xudoning nazarida o'zini gunohkor deb bilish mana shu tavbaning asosiy sharti. Haqiqiy tavbaning mohiyati o'z hayotini, o'zini, voqeani va Xudoni aslida qanday bo'lsa shundayligicha ko'rishdir. Ya'ni muqaddas kitobda tasvirlangandek. Demak, to'g'ri tavba har doim Xudoning haqiqatini qabul qilishdan boshlanadi. Axir tavba avvalo fikrlashning o'zgarishidir. O'zgarish esa nimagadir muvofiq ravishda bir narsadan boshqasiga o'tish kerak. Shuning uchun ham muqaddas kitob yuqoridan tug'ilish, inson ruhining qutqarilish Xudoning kalomi bilan bevosita bo'lgan ekanligi haqida ko'p marotaba aytadi. Ya'ni har qanday haqiqiy tavba avvalo Xudoning haqiqatiga javobdir. Inson Xudoning kalomi bilan uchrashganda u o'zini tushunadi va ko'radi, hamda muqaddas kitobda aytilganidek o'zini gunohkorligini tan oladi va mana shu tavbaga undovchi dastlabki sabab yoki turtki bo'ladi. Mana shu ehtimol tavbaning birinchi va eng muhim shartidir. Ikkinchi shart juda muhim. Bu doimo bizning to'g'ri niyatimiz bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni inson nima uchun tavba qilish haqida gapirganimizda ehtimol siz zarar yetkazgan va faqat otasi jazolamasligi uchun tavba qilayotgan bolalarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni u yerda hech narsani o'zgartirish istagi yo'q. Muammoni chuqur anglash ham yo'q. Bu shunchaki manfaatparastlik. Muqaddas kitob buni Xudo uchun qayg'udan farqli o'laroq dunyoviy qayg'u deb aytadi. Xullas, Xudo uchun qayg'urish motivatsiyadir. Inson o'zini gunohkor deb bilganda va uning gunohi uni Xudo bilan dushman qilishini, uni Xudoga qarshi dushmanlik ekanini anglaganda, u Xudo bilan yarashishni istaydi. Va Xudo bilan yarashish inson qilgan barcha ishlarini, fikrlarini yoki xohish istaklarini, ya'ni uning ichki intilishning o'zgartirishini talab qilishni tushunadi. Bu ikkinchi shart juda muhim. Bu niyat samimiy bo'lishi kerak va o'zi istagidan kelib chiqishi kerak. Shunday qilib, birinchi shart haqiqat. Tavba har doim haqiqatda tug'iladi. Ikkinchi shart. Bu shunchaki jazodan qochish emas, balki o'zini haqiqatda istagan niyati. Uchinchi shart. Tavba har doim hosil keltiradi. Ichki tavba har doim qandaydir tarzda ifodalanadi. Undan keyin hayotda, harakatlarida, munosabatlarida yaxshi tomonga o'zgarishlar yuz beradi. Biz bu yerda inson dastlab Xudo bilan yarashish uchun zarur bo'lgan ilk tavba haqida gapiryapmiz. Bu ilk tavbadan tashqari butun umr davomida ko'plab tavbalar bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak. Bu Xudo bilan yarashgan odamning tavbasi bo'lib, u Masihga ergashish yo'lida yoki bu vaziyatga Xudoning xohishiga muvofiq ish qilmagan yoki ilgari e'tibor bermagan gunohlarini ko'radi.
U Xudo aytgan narsalarga qarshi bo'lgan odatlar borligini tushunadi. Aynan shu paytda tavba har doim davom etadi. Qanchalik ko'p tavba qilish kerak? Har safar o'zingizni Xudo oldida nohaq deb his qilganingizda tavba qiling. Xudoga shukrki, u o'z o'g'lini Iso Masihni yubordi. U otamiz oldida biz uchun shafoatchilik qiladi va uning qurbonligi asosida gunohlarimiz doimiy tarzda kechiriladi. Shuning uchun biz har doim qilmishlarimiz uchun Xudodan kechirim so'rashimiz kerak va Xudo buni ko'rishni istaydi. U hayotimizda o'sish bo'lishni xohlaydi. Haqiqat bizni o'zgartirib borayotganini va biz har safar gunoh qilib qo'yganimizda kechirim olish uchun uning oldiga o'zgarish uchun tayyor bo'lib borayotganimizni ko'rishni istaydi. U esa yozilgandek sodiq va adolatli bo'lib bizning gunohlarimizni kechiradi va har qanday nohaqlikdan poklaydi. Rahmat, Aleksey aka. Do'stlar, savollaringiz va biz bilan birga bog'langaningiz uchun rahmat. Xudo sizni panohida asrasin.